Mana ayolimiz shamollaganlar, shamolladim deyaptilar. Gulnozba shu juda yengil o'tdi. Dori ichishga vaqtim bo'lmadi. Shunaqami? Necha kun shamolladingiz? 2 kun. 2 kun shamollaganlar. Qizlar, shamollash yengil o'tsa sizlar xursand bo'lmanglar. U sizlarning immunitetlaring pastligi hisobiga organizm reaksiya bildirmaydi. Temperatura ham qilmaysizlar, oson o'tib ketadi. Agar sizda 2 kun, 3 kunda o'zingiz shamollab tuzalsangiz, ehtiyot bo'linglar. Nima uchun aytyapman? Mana bola boshiga suyuqlik yig'gan, ko'ryapsizlarmi? Suyuqlik miqdorini ko'ryapsizlar, 11 millimetr bo'lib turibdi. Bu baribir bola uchun og'ir virusli protez o'tganligini belgisi hisoblanadi. O'sha uchun o'zlaringni har oyda tekshiruvdan o'tkazib turishlaringiz kerak bo'ladi. Qizlar, suvlarda ham o'zgarishlari bor, ko'rdinglarmi? Suvi ham o'zgarib